Birodar, oshqozoningiz ketdi, ishoning. Oshqozoningiz sizdan arazlab oladi hozir. Mana bu bolalar bir likopcha muzqaymoq bilan 10 ta 15 ta qalampir yeb yotibdi-da. Men hayron qoldim hozir ko'rib. Yana nima deyapti? Aka, bolgarskiy ta'mi kelyapti. Yo, achchiq emas u deyapti-da. Bilmayman, ichida o'tayotganini o'zi bilib turibdi uni. Mana bu video ko'rib turgan bolalar ustidan kulyaptimi, bilmayman-ku, hazil qilyaptimi? Nima deyapti? Hojatxonaga bormay turing birpas, ketgandan keyin deyapti. Yoki aka, mayli sizga muzqaymoq tekin ichida aka yana qo'shib beramiz deyapti, yesangiz deyapti. Bir likopcha muzqaymoqni 10 ming so'm turadi tursa. 600 ming so'm pul berar ekan yana keyin. 600 ming so'm pul 600 million bo'lmaydimi, birodar? Sizga nima zaril? Inson hech qachon o'ziga zarar keltiradigan narsa bilan pul topmaydi. Sog'lig'iga. Undan ko'ra mardikor bozorga chiqsangiz ham 2 kunda topasiz shu pulni. 600 ming so'm pulni hozir. Yoki mo'ykada mashina yuvsangiz topasiz, bir kunda ham topasiz kerak bo'lsa. Qalampir yeb nima zaril? Men bir videoyimda qalampir yegan qizcha haqida gapirgandim. U 2 ta qalampir yedi yesa yoki 3 ta. Lekin mana bu bolalar uni oldida sher bo'lib turibdi-ku. 10 ta qalampir yeyapti. U qizcha oddiy bo'lib qoldi-yu. Men hayron qoldim. Yo, bu bolalar menimcha shu Instagramga chiqishga qiziqib keldimikan, yo reklama uchun keldimikan, yoki bilmayman, yo pulga shunchalik muhtojmikan. Masalan, sizning fikringiz qanaqa? Shu 600 ming so'm pul uchun yoki mayli 1 million so'm pul uchun shu 10 ta qalampir, mayli 2 ta qalampir yesa arziydimi shu muzqaymoq bilan?